ismim Zuhra, Yashnobod tumani Yashnobod mahallasida. Faoliyatim davomida milliyligimizni targ'ib qilish uchun, masalan, har juma kuni bizda milliy kiyimlarni kiyish kuni nishonlanadi. Shunda ham bitta ko'chada faol ayollarimizni iltimos qilamiz. Kelinlarimiz, ayollar, qizlar, xotin-qizlar hammasi milliy kiyimlarda yurib, oldingi urf-odatlarimizni qaytargan holatda ko'cha hovlilariga suvni sepib, orasalik, osoyishtalikni targ'ib qilib boramiz. Shunga ko'ra mana Respublika kasaba uyushmalari tomonidan shu xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ayollar daftari tashkil qilingan. Ayollar daftarida shu ayollarga bir martalik moddiy yordam chiqarib berishadi. Bu yildan shu Bo'stonliq tumanidagi Livingston dam olish zonasida ayollarimiz har bitta tumandan 150 ta ayollar daftariga kirgan ayollar dam olib kelishyapti va o'z minnatdorchiligini bildirib qolishyapti. Hamma biz prezidentimiz olib borayotgan mahalla tizimida olib borayotgan tizimdan juda xursand. Shu mana ayollarni hayotdagi o'rni, farzand tarbiyasida ona, ayol, kelin sifatida juda ham katta o'rni baland. Har bitta xonadonda agar ayol kishi o'qisa, u vaholanki uni farzandi ham o'qiydi. Agar ayol kishi o'qimagan bo'lsa, farzandi ham o'qimaydi. Shuning uchun biz kelinlarni imkon qadar qizlarni ta'lim olsin deymiz, o'qisin deymiz, kasb-hunar egallasin deymiz. Hayotda o'zini o'rnini topishida yordam berib kelmoqda. Oiladagi ajrimlarni oldini olish maqsadida shu oilalarni ko'proq yarashtirishga, ayollarni sal bo'lsa ham turmush o'rtog'idan bir pog'ona pastda turishga, bitta gapdan qolishga, uydagi qaynona, qaynotani xizmatini o'z vaqtida qilishga, turmush o'rtog'ini hurmat qilishga, shu ishlarni yana ham jadallashtirishga harakat qilib kelmoqda.